alaykum. Reklamaga chaqirishuvdi. Ha. Boshlaymizmi? Torting anaqa. Keyin olamiz reklamani. Mana o'rtog'im Saidni cho'chimay Saidjon deb qo'ying, muxlisiz. Cho'chimay Saidjon. Yuri. Ma'lumotni aytsangiz yozib olardim. Ma'lumoti oddiy. Bitta pasport bilan plastik evaziga 12 kundan 24 oygacha terabaytdan iPhone'ni istalgan turini bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Keyin aytasiz, qarang, Jamshidni o'rtog'im shunga cho'chimay Jamshidjon deb qo'ying. Cho'chimay Jamshidjon. Undan tashqari terabayt do'kondan iPhone xarid qilgan mijozlar uchun original shunaqa golovka yoki Dyson'ni taro navorlarini sovg'a qilishadi. To'g'ri aytdimmi? Ben qo'yavering buni. Men Fozil o'rtog'imni cho'chimay Foziljon deb iltimos. Cho'chimay Foziljon. Lokatsiyani nima deb ayting? Shu Yunusobod Grand Hall to'yxonasining orqasidagi ko'chada terabayt Yunusobod siz bo'ldi. Shart emas. Mana o'rtog'imni Baxti, cho'chimay Baxtijon deb bering. Cho'chimay Baxtijon. O'zida ketdi, o'tirib chiqqan kelin bor. Cho'chimay Baxtijon deb. Cho'chimay Baxtijon. Bo'ldimi? Hozir 1 minut. Aziz akani oilari cho'chimay muhabbatkenayi. Muhabbatjon kena cho'chimay bo'ladi. Ezvordingiz bo'ldi qilasizmi yo'qmi? Kerak emas reklamangiz, pulingiz ham kerak emas. Voy, bitta aytib bering. Voy, bor